Bugungi kunda bank va to'lov tizimlarida kiberxavfsizlikni ta'minlash hamda bank kartalari bilan bog'liq firibgarlik holatlarining oldini olish eng dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Ayniqsa raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bir paytda bu yo'nalishda bilimli va malakali mutaxassislarni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi tadbirda Markaziy bank bilan va Kapital bank kiberxavfsizlik bo'yicha tadbir o'tkazmoqda. Bugungi tadbirda ommaviy bo'lgan masalalar ko'tarilib, hammasini muhokama qilyapmiz. Hozirgi kunda kiberxavfsizlik juda ham dolzarb masala bo'lib kelyapti, chunki moshenniklar, ya'ni shu orqali, internet orqali bizning bank tizimidagi mijozlarimizni pullarini, ularni psixologik yo'nalishlar bilan, keyin qolgan moshennik yo'nalishlar bilan ularni pullarini o'g'irlab kelishyapti. Shunga shu tadbirni o'tkazishga